Tillaybi yo'q, mana karantin. Assalomu alaykum. Vaalaykum assalom. Yaxshi, ishlar yaxshimi? Zo'r, mazza qilib yuribsan. Ha, endi. Yuramiz sekin-sekin. Banyadaman. Keling. Ertaga chaqirdingmi? Tog'dan tashiydigan adrenalin bor. Ko'chatga boramizmi? Zanit qildim ha ertaga. Ertaga mazza qilamiz. Nima qilding sen? Hamma aytdim, hamma narsani sen videoini qo'yib mutlashtirasan-da sen. Sirazi odamlar gapirib yubordi deb. Odamlar hammani gapiradi, hammani fikri har xil bo'ladi. Bor narsani gapirgin dedim o'shaning uchun. Kim haqiqat egiladi, bukiladi, sinmaydi. U kimdir seni shunaqasan desa, sen shunaqa bo'lib qolmaysan-ku. Yo'q, bilaman. Prosta misol uchun men bilaman, siz bilasiz bu narsani, Saturn biladi. Men bu yerdagi o'tirgan odamlar noto'g'ri tushunadi bu situatsiyani hozir. Agar seni gapingni menga boshqasi olib kelsa ham, agar siz orqangizdan mana bunaqa dedi, mana bunaqa qildi deganda ham, men ishonmasdim o'sha insonga borku. Seni gapingni men borku, qanaqa insonligimni bilasanlar. Ot ido, men shokka tushib qoldim mana Farruxdan so'ng. Farruh noto'g'rimi? Menga qildilar. Muslab qoldim men. Men aytaymi senga nima deganingni? Bir marta ayting, eshitma qilmaydi. Sa Xalqimiz Farruh aytdi, telefon qildi. Ha, hozir dedi, Muhiddin akam bilan birga ovqatlandik dedi. Muhiddin akam sendan jahli chiqib yuribdi, xafa sendan dedi. Sen aytding, sikivordi, nima qilishim kerak? Nima o'zimni muammolarim, o'zim men lishni o'zimni quloqim bilan shu narsani eshitdim. Muammoyim o'zimga yetadi. Keyin bu aytdi, aka, bu yoqda yurmasa Farruh senga aytdi, "Ke, Toshkentga mazza qilib yuramiz" desa, sen aytsan, "Ey, zaybal qildi bular. Mana borsam Tailandga olib ketadi bular." Zaybal qildi bu. Nima deb gapirganingni kimni bo'lib qoldim. Aka, mana o'zi gapirishim shunaqa, bilasizku aka, o'zi gapirishim shunaqa. Sen men bilan unaqa gaplashmagin, tushundingmi? Akajon, tushundingmi? siz men bilasizku, men Muhiddin akam degan narsa seni og'zingdan chiqqani, yoningda hech kim yo'qmi deding. Men прекрасный masanga aytdim, juda normalniy. Billa jinni bo'lib qolman, borku bu shok peshonamdan muzdek ter chiqib ketdi, bor buni gapini eshitib. O'zingni cho'kilib qo'ygan, patchorkot qilib qo'ygan bunday qilib. Muhiddin aka 3-4 marta senga nervus deganda men aytganman, aka qo'ying endi ukamiz yonimizda yuribdi. Anaqa yosh balalik qilyapti. O'zi erkak oladi bir ikkita peshonasi urilsa-da men aytganman. Ana so'ra o'zidan tirik guvoh turibdi. Bitta u zaybal degan gap gapirmadingda. sizni qancha yaxshi ko'rsin bilasizku aka. Yo, meni yaxshi ko'rma. Men Muhiddin akamga qilgandan keyin ishon, asabim o'ynayapti. Aka, unaqa narsa vaqtingga aylanaysan, qarshidasizmi, qayerda tursansan. Men Qo'qondaman. Agar Toshkentda sen ham, men ham Toshkentda bo'lganimda gul ochib berardim sendan. G'uncham. Qo'qon shabalog'ini yeganmisan? Ha, qo'yinglar u lishni. Men omadini bersin, prosta kema. Sen o'zing bilan o'zing